Qora tochka bo'lyapti. Zoomni pastdan dugonam surgan ekan, qora tochkasi ketibdi. Men ham shunaqa qilaman. Qora tochkalarga bixalik penka va enzimka ishlataman. Bu eng zo'r usul. Yerga teg. Birinchi yerga tegish kerak. Yuzda ugrisiga eng zo'r narsa sovun. Sovunni 15 minut qo'yib qo'ysam, qurib ugri tushib ketsa kerak. Ketdim, ko'pirtirib kelay. Agar yuzda poralar, ugrilar va rubitslar, ya'ni o'rdan qolgan izlar bo'lsa, aynan mana shu ampuldan ishlataman. Sababi bu ampul yuzimni ham yangilab beradi, ham muammolarimni yechadi. Men senga erga teg debman-ku, hammasi o'tib ketadi. Limon ming dardga bir davo. Dog'larimni ham zo'r ochartiradi. Quritib yorib, kuydiraymish. Balani yibdi. Surkab oqshom yotsang bormi? Ertalabki yuzing oppoq tinnoq bo'lib qoladi limondan. Yuzdagi dog'larni ochartirish uchun agressiv emas, mana shunday ampullardan foydalanaman. Sababi yuzdagi dog'larimiz sekin-sekin ocharsa, keyin u qayta qorayib ketmaydi. Erga teg, qari bilganda pari bilmaydi, erga teg.